Assalomu alaykum hurmatli podpischilarim. Qaranglar, sizlarga bir narsa aytib beraman. Bundan 4 oy oldin bitta bloger bilan ko'rishib, rasmga tushmoqchi bo'lganimda menga qaramasdan ketib yuborgan. Men juda xafa bo'lganman, to'g'risi. Odam qilgan ishni odam qiladi. Bir kun men ham podpischiim ko'p bo'lsa odamlarga yaxshilik narsa ulashaman deb birosa niyat qildim bo'ldi. Ko'ryapsizlar, Alloh o'z uyiga chaqirib meni shu narsalar bilan taqdim etdi. Qaranglar do'stlar, bu narsalarni o'ylamaganman. Shuncha podpischiga bo'lsa ham men reklama olmasdan xalqqa yaxshi narsa, Allohning yo'lida nimalar mo'jizalarda bo'lishini ko'rsatib ketyapman. Bironta reklama olmadim. Hali do'stlar, mana dadam 50 dan oshib bitta mashina minmagan. Men harakat qilishim kerak. Farzandman. Ota-onam meni bekorga o'stirmadi. Mana dadamga shunaqa mashinalar mindirgim kelardi. Qaranglar, mana mashinalarni. Hammani otasiga shunaqa mashinalar minish nasib qilsin do'stlar. Shuning uchun do'stlar, hech kibrlanmang. Odam qilgan ishni odam qiladi. Mana ko'ryapsizlar, Dubaydaman hozir. ChatGPT'gami, Google'ga ham yozib ko'ringlar. Dunyodagi eng qimmat mehmonxona mana do'stlar, ko'ringlar, Dubaydagi. Xullas do'stlar, niyat qildim. Inshaalloh ota-onam bilan shu yerda bir kun yashayman. Inshaalloh orzu qildim. Niyat qildim va erishishga harakat qilaman. Do'stlar, hammaga nasib qilsin, kibrlanmang bu hayotda, chunki hammasi o'tkinchi. Shuncha mashinasi borlar ham mana hozir harakat qilib yuribdi hayotda. Pul so'rashni bilganman, hatto talab qilganman, o'ynab kulib yurganman. Dadamga qiyin ekan, faqat bizni o'ylagan, mehnat qilib tinmagan, birovdan kam qilmagan. Dadamga qiyin ekan.